Salom do'stlar barchaga. Mana Bek restoranimizda shashlarimiz pishirish jarayoni. Çok baytam otam şurada sen olup bugün şunu kemiysem. Bek restoranimizda mana shunaqa shirinli tortlar ham bor. Bemalol kelib yeb mazza qilsangiz mumkin. Mana og'iz ochalarimizga oshlarimiz, keskin oshlar. Sazan barglarimiz. Hammasi tayyor holatda. Nima deyapti bu axir? Nima deyapti? Bu aka, sazanmi bu? Sazan bal. Dar gap bo'lishi mumkin ham sazanlarimizda. Bu tashqari joylarimiz karavotlar, bemalol kelib o'tirishlaringiz mumkin. Mana yangi zallarimizda mana shunday o'tirsalaringiz bo'ladi. Gap bemal. Bu zalimiz, ichki zallar hammasi bemalol kelib o'tirishlaringiz mumkin. Karavotlarimiz, ikkita karavot. Tepa joylarimiz ham bor. Bemalol kelib zakaz qilib, pastga nomerlarni qoldirib o'taman. Bemalol telefon qilib bron qilishlaringiz mumkin. Hammaga rahmat.